Assalomu alaykum. Biz Toshkent Politexnika muzeyidamiz. Retro rusumdagi avtomobillar bilan tanishsak. Bu mashinalarning tashqi ko'rinishi sizlarni ham befarq qoldirmaydi. Marhamat ko'ramiz. Bir qiziq rekord mavjud. Bu avtomobilga salkam 55 ga yaqin kishini sig'dirishga muvaffaq bo'lishgan. Qiziq, O'zbekistonda bo'lganda balki bu rekord undan ham boshqacha bo'lishi mumkin edi. Assalomu alaykum. Biz Toshkent Politexnika muzeyidamiz. Bu yerda avtomobilsozlikning eng qadimiy davridan boshlab toki zamonaviy mashinalarimizgacha bo'lgan barcha texnikalarni ko'rishimiz mumkin. Demak, hozir bizga Mahmud aka mana shu muzey haqida ma'lumot berib, bu yerdagi eng qiziqarli bo'lgan eksponatlar bilan tanishtiradi. Avvalambor assalomu alaykum. Toshkent Politexnika muzeyiga xush kelibsiz. Muzeyimizning birinchi qavati ko'rib turganingizdek avtomobillar tarixiga bag'ishlangan ko'rgazmadan iborat. Va keling hammasini tartib bo'yicha, ya'ni avtomobillar tarixiga oid hikoyamizni ilk ko'rgazma, ya'ni g'ildiraklar ko'rgazmasidan boshlasak. Juda yaxshi. Har qanday transport va qolaversa, avtomobilning ham eng muhimi va eng birinchilardan bo'lib paydo bo'lgan qismi aynan g'ildirak hisoblangani uchun ko'rgazma aynan g'ildiraklar tarixi nomli ko'rgazmadan boshlanadi. Ilk g'ildiraklar ko'rishimiz mumkin eramizdan 4000 yil avval qadimgi Mesopotamiya hududida paydo bo'lgan va toshdan yasalgan ushbu g'ildiraklar asosan ko'pchilik o'ylagandek harakatlanish uchun emas, balki tegirmonda tegirmon toshi sifatida qo'llanilgan. Keyinchalik Misr hududida ilk yog'ochlar ixtiro qilinishi ortidan dastlabki transport, ya'ni arava paydo bo'lgan. Eramizdan 3000 yil avvalgi ekan u. Va ushbu g'ildiraklar yanada mustahkam bo'lishi uchun ularning ustki qismi keyinchalik temir bilan o'rash boshlandi. Temirdan yasalgan g'ildiraklar ham keyinchalik paydo bo'ldi hozirgi Shotlandiya hududida. Bu esa ilk traktor vositalarida qo'llanilgan temir g'ildirak hisoblanadi. Hozirda velosiped yo mototsiklda qo'llanib keluvchi g'ildirak aslida kegali g'ildirak deb yuritiladi va Germaniyada 19-asr boshida patentdan o'tkazilgan. Mana shu ko'rinishdagi ilk g'ildirak demak 1802-yilda dastlab Germaniyada yaratilgan ekan. Va hozirgi kunda ham juda ko'plab transport vositalariga xizmat qilib kelayotgan g'ildirak bu pnevmatik shinali g'ildirak sanaladi. Ichki tomoni havo bilan to'ldirilgan g'ildirak. Yaratilganiga qarang, 1,5 asrdan oshiq vaqt o'tdi. Lekin hanuzgacha dolzarb va ko'plab transportlar qo'llanib kelmoqda. Aynan shu shakldagi g'ildirakdan foydalanamiz hozir ham. Bu yerda boshqa qiziqarli, juda ham bir ko'rinishi jihatdan, hashamati jihatdan qiziqarli bo'lgan mashinalarni va ilk aravalarni ham ko'ryapmiz. Ular haqida ham bizga ma'lumot bersangiz. Bajonda. Qadimiy eksponatlarga misol sifatida guvoh bo'lib turganimiz, ya'ni aravani keltirish mumkin. Markaziy Osiyo va qolaversa yurtimiz hududida avtomobillar kirib kelishidan avval uzoq asrlar davomida asosiy transport tabiiyki arava hisoblangan. Va muzey ko'rgazmasida 19-asrga oid haqiqiy Xorazm aravasi tasvirlangan. Albatta savol paydo bo'lishi tabiiy, faqatgina Xorazm aravasi mavjud bo'lganmi deb. Yo'q. Nafaqat Xorazm, balki Qo'qon va Buxoro aravalari ham yurtimiz hududida keyin qo'llanilgan. Xorazm aravasining asosiy farqi uni hajmi hisoblanadi. Ya'ni bu eng kichik arava sanalgan. Bir kishilik. Qolaversa, g'ildirakni ustki tomon temir mixlar bilan qoplab chiqilgan ushbu aravalar notekis ko'chada harakatlanganda tez sochilib ketishdan himoya qilish maqsadida. Yo'lovchi hamda yuklarni tashishda keng qo'llanilgan transport turi hisoblanadi. Tushunarli. Avtomobil sozlik tarixida butunlay tub burilish yasagan hodisa 1885-yil 29-yanvar kuni Germaniyada sodir bo'ldi. Karl Benz tomonidan benzinda harakatlanuvchi ilk avtomobil ommaga namoyish etildi. Mana ko'rib turganimiz ilk benzinda yaratilgan mashina hisoblanar ekan. Benzinda harakatlanuvchi ilk avtomobil Motowagen deb ataladi va ta'kidlab o'tganimdek Germaniya hududida paydo bo'ldi.
Motowagen so'zi o'zbek tiliga motorli arava deb tarjima qilinadi. Ushbu avtomobilning motor qismi orqada joylashgan va haydovchi aynan shu tomonda turib avtomobilning motorini, ya'ni dvigatelni o't oldiradi. So'ngra haydovchi o'rindiqqa joylashgan holatda chap qo'l yordamida dastakni tepaga harakatlantiradi. Ushbu dastak qo'l tormozi sifatida xizmat qilgan birinchi navbatda va qolaversa, uni tepaga ko'targach, richagning vazifasi o'zgaradi. Ya'ni u avtomobilni tezligini oshiradi. G'aroyib ko'rinishdagi rulni boshlashga o'sha paytda mashinalarning ilk roli shu shaklda bo'lganda demak. Aynan xuddi shu ko'rinishda bo'lgan. Va tabiiyki, o'ng hamda chap tomonga burish asosida ushbu avtomobilda boshqaruv olib borilgan. Soatiga 17 km tezligigacha harakatlangan ushbu transport vositasi garchi tez suratda bo'lmasa ham keyinchalik izchillik bilan omma orasida mashhur bo'la boshladi. AQSh hududidagi eng mashhur avtomobil ishlab chiqaruvchilardan biri tabiiyki Ford kompaniyasi hisoblanadi. 20-asr boshida ta'sis etilgan ushbu kompaniya mashhurlikka 1908-yildan erishishni boshladi. Chunki aynan ushbu yilda mashhur amerikalik muhandis va tadbirkor Henry Ford tomonidan ilk marotaba konveyer usulida ishlab chiqarilgan avtomobil Ford Model T namoyish etildi. Ushbu avtomobilning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, konveyerda yig'ilgani hisobiga atigi 93 daqiqa davomida yig'ib tayyor holatga keltirilgan. Bu albatta juda tez fursat hisoblanadi va shu sababdan Ford zavodi o'sha vaqtda jahon rekordini o'rnatadi. Ya'ni salkam 16 million nusxada ushbu avtomobillar ishlab chiqariladi. Ford haqida bir qiziq ma'lumot o'qigan edim. Ya'ni Ford o'zini mashinalariga nom tanlashda umuman qiynalmagan. Ya'ni alifbo tartibida nomlab ketavergani haqida ma'lumot bor ekan. To'g'ri aytdingiz. Aynan ingliz alifbosi asosida Henry Ford avtomobillarga nom berib ketgan. Va masalan, ilk harf ingliz alifbosida aynan E hisoblansa, tabiiyki o'z ravishda Henry Fordning birinchi avtomobili ham Ford A deb atalgan. Bu esa ta'kidlab o'tgandek Ford Model T, ya'ni keyingilardan ishlab chiqarilgan avtomobil hisoblanadi. Muzey ko'rgazmasida nafaqat yengil avtomobillar, balki poyga avtomobillarning vakili sifatida Bugatti 35 rusumli mashhur poyga bolid avtomobilining nusxasi ham tasvirlangan. Aynan ushbu avtomobil Bugatti kompaniyasini dunyoga tanitgan desam xato qilmagan bo'laman. Sababi 1924-yildan ishlab chiqarish yo'li qo'yilgan ushbu avtomobilda keyinchalik 1800 ga yaqin poygada g'olib chiqilingan. Va o'sha davrlarga xos eng yuqori tezlik, ya'ni soatiga 200 km tezlikka aynan Bugatti 35 avtomobili erisha olgan. Nafaqat muzeyda transport vositalarining maketlari, balki haqiqiy, ya'ni original nusxalar ham mavjud. Va endi keling, ba'zi bir original va retro rusumdagi avtomobillar bilan tanishsak. Bu mashinalarning tashqi ko'rinishi sizlarni ham befarq qoldirmaydi. Marhamat ko'ramiz. Volkswagen qo'ng'iz rusumli butun dunyoga mashhur avtomobil. Juda ko'pchilik insonlar albatta bu avtomobilni laqabi, ya'ni qo'ng'iz laqabi bilan eslab qolishgan. O'zbek tiliga Volkswagen so'zi xalq avtomobili deb tarjima qilinadi va Germaniyadagi eng arzon avtomobillardan biri bo'lganligiga ishora qiladi. Necha kishiga mo'ljallangan bu? Avtomobil endi me'yor jihatdan 4 kishiga mo'ljallangan hisoblanadi. Lekin bir qiziq rekord mavjud. Ma'lumotlar bo'yicha
70-yillar o'rtalarida maxsus alpinistlar guruhi tomonidan rekord o'rnatilgan va bu avtomobilga salkam 55 ga yaqin kishini sig'dirishga muvaffaq bo'lishgan. Qiziq, O'zbekistonda bo'lganda balki bu rekord undan ham boshqacha bo'lishi mumkin edi. Yana bir o'z davrining mashhur avtomobili bu Volga Gaz 21 rusumli avtomobil hisoblanadi. Rossiya hududida ishlab chiqargan ushbu avtomobil mashhurlikka 60-yillarda erisha boshladi. Ko'plab mamlakatlarga eksport qilingan va qolaversa juda ko'pchiligimizga retro filmlar orqali yaxshi tanish bo'lgan avtomobil hisoblanadi. Ma'lumotlar bo'yicha dastlab barcha Volga avtomobillari kapotdagi bug'u haykalchasi bilan ishlab chiqargan. Lekin keyinchalik ma'lum bir sabablarga ko'ra ushbu haykalchalarni ishlab chiqarish butunlay to'xtatilgan. Sababi shundan iboratki, yillar davomida kuzatuv asosida bir to'xtamga kelinadi. Volga piyodalari bilan to'qnashib ketish natijasida ushbu haykalcha juda kuchli tan jarohatlashiga sababchi bo'lishi mumkin deb va shu sababdan keyinchalik ishlab chiqarishdan olib tashlangan. Bu Volga mashinalari necha ko'rinishda ishlab chiqarilgan va bu yerda uni qaysi modellari bor? Volga avtomobilining tashqi ko'rinishiga ma'lumotlar bo'yicha 50 dan oshiq o'zgartirish kiritilgan va zamonaviy til bilan aytganda barcha Volga avtomobillari 3 ta pozitsiyada ishlab chiqarilgan. Muzey ko'rgazmasida Volga avtomobilining 2 ta pozitsiyasi keltirilgan. 2 va 3 pozitsiya vakillari. Muzey ko'rgazmasida avtomobil sozlik turkumiga oid o'zga bir sinf, ya'ni hashamatli sinfga oid avtomobillar ham keltirilgan. Va keling, ushbu sinfga oid bir vakil bilan sizni tanishtirsam. Ko'rib turganingiz Ford Super Deluxe rusumli avtomobil. Nomlanishida bejizga lyuks so'zi mavjud emas, chunki ta'kidlab o'tgandek, o'sha davrda hashamatli, ya'ni lyuks sinfiga oid avtomobil hisoblanadi. 40-yillar davomida Ford kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu transport vositasi o'sha davrlardayoq yuqori narxlangan. Salkam $4,5 ming baholangan Ford Super Deluxe avtomobillari. Va bu avtomobilni chindan-da noyob deb atashimizga asos bor, chunki 6,000 ga yaqin nusxada ishlab chiqarilgan. Ushbu turdagi avtomobil uchun bu albatta oz miqdor hisoblanadi. Aynan ushbu bo'limda hashamatli avtomobillar sinfiga oid bir qator avtomobillar keltirilgan. Muzeyimiz nafaqat jahon avtomobil sozligi tarixiga oid ko'rgazma, balki milliy, ya'ni O'zbekiston avtomobil sozligi tarixi to'g'risida hikoya qiluvchi maxsus va yirik bo'limdan ham iborat. Ana endi keling o'z navbatida ushbu bo'limga yo'l olsak. Demak, biz tanishtiradigan bo'limda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ilk mashinalardan tortib to hozirga qadar ishlab chiqarilayotgan zamonaviy mashinalarni ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Birinchilardan bo'lib ta'sis etilgan ilk avtomobil korxonasi, ya'ni hozirgi UzAuto Motors zavodining maketi. 1996-yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda, Andijon viloyati Asaka shahrida joylashgan. Ana endi esa biz o'zimizda ishlab chiqarilgan birinchi mashinalar tarixiga yetib keldik. Demak, ko'rib turganingiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan birinchi avtomashina Damas va bu mashinaning ishlab chiqarilish tarixi, o'ziga xosliklari haqida Mahmud aka bizga tushuntirib beradilar. Ko'pchilik o'ylagandek O'zbekiston hududida ishlab chiqarilgan ilk avtomobil Tiguan yoki Nexia emas, balki Damas hisoblanadi. 1996-yil mart oyida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Damas aslida ispan tilidagi so'zdan kelib chiqqan va oilaviy degan ma'noga ega. Ushbu avtomobil albatta yurtimizda
nafaqat oilaviy avtomobil sifatida, balki kichik biznes vakillariga, tadbirkorlar uchun juda asqotgan, albatta, avtomobil sifatida tanildi. Nafaqat Damas, balki O'zbekistonda ishlab chiqargan boshqa avtomobillar ham muzeyda misol sifatida keltirilgan. Masalan, noyob avtomobil, ya'ni Matiz avtomobilining ilk nusxasi taqdimoti 2001-yil 1-sentyabrda bo'lib o'tgan, ya'ni Mustaqillik bayramining 10-yilligi sovg'a sifatida. Matiz avtomobili ham tabiiyki O'zbekiston hududida mashhur bo'ldi va 2018-yilgacha ko'p miqdorda yurtimizda ishlab chiqarildi. Yana bir avtomobilning ilk nusxasi Spark avtomobili. Taqdimoti ko'p turganingizdek 2010-yil 1-sentyabrda bo'lib o'tgan. Spark so'zi ingliz tilidan uchqun degan ma'noga ega va keyinchalik Matiz'ni o'rnini egallagan ushbu avtomobillar O'zbekiston hududida 2023-yilgacha ishlab chiqarildi. Bizning muzeyda nafaqat Spark avtomobili, balki aynan ushbu avtomobilning qismlariga oid maxsus va qiziqarli ko'rgazma mavjud. Bu yerda u Spark avtomobilini qismlarini ifodalovchi ko'rgazma. Ko'rib turganingizdek, bitta Spark avtomobili ko'plab qismlardan iborat bo'ladi. Ya'ni 1446 qismdan tashkil topgan bo'ladi. Ushbu ko'rgazmani yaratishdan maqsad nafaqat Spark avtomobil qismlarini tasvirlash, balki aynan qaysi qismlar O'zbekiston hududida ishlab chiqarilishiga urg'u berishdan iborat edi. Ma'lumot bo'yicha bir Spark avtomobilini, ya'ni Spark avtomobili barcha qismlarining 50-55% O'zbekiston hududida ishlab chiqarilgan. Muzey ko'rgazmasida yakuniy nuqta sifatida kichik va qiziqarli shou tomoshalar ham mavjud. Bizning muzeyda nafaqat avtomobillar tarixiga oid ko'rgazma, balki qiziqarli fanlar hisoblanmish fizika hamda matematikaga oid interaktiv eksponatlardan iborat yana bir maxsus ko'rgazma ham mavjud. Bu muzeyimizning ikkinchi qavati hisoblanadi. Muzey bo'ylab sayohat va muzey haqidagi qiziqarli ma'lumotlar uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Texnika g'aroyibotlari sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, bu yerga albatta do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan tashrif buyuring. Muzeydan o'rin olgan dastlabki yog'ochdan yasalgan aravalardan tortib, to bugunning zamonaviy va bahaybat mashinalari sizni ham befarq qoldirmaydi. Savollaringizni izohlar qismida yozib qoldiring.